Uni velosiped bo'ladi, qadrli obunachi. Nimaga velosipedni alohida qilyapmiz? Keyinchalik uyga olib kiradigan bo'lsa yoki bo'lmasa baland domlarga olib chiqadigan bo'lsa, muammosiz olib chiqadi. Shuning uchun velosipedni alohida bo'ladigan qilib qo'ydik. Ko'rishinglar mumkin, juda ham ajoyib, rostdan ham ajoyib. Oldiga 10 marta bunday aylantirasizlar, orqaga 10 marta aylantirasizlar. Ushlaydiganlari ham juda ham niyavishli qilib, ranglari ham juda ham go'zal chiqqan. Xudo xolasa, zakazlar bo'lsa aytaverasizlar. Bular ham zakazga bo'lgan, qadrli obunachi. Hozir nalichida bor bitikda aloqaga chiqaverasizlar, qadrdonlar. Shu ikkinchisi, mana uchinchisi bo'ladi mana. Bu materiallari ham baquvvat materiallar ishlatilgan. 200 kilogacha odamni bemalol ko'taraveradi. 8 ga 6 profil, taylari ham uchli, mana listlari ham uchli bo'lgan. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 3 million so'm. Dastavkasi kelishilgan holda bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu velosiped ham 200 kilogacha odamni bemalol ko'taraveradi. Ko'rishinglar mumkin, qo'g'irchoqdek qilib zo'r qilib qo'yganmiz-da. Like bosib qo'ying.